Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi yetib keldingizmi oğlum? Yaxshi, rahmat. Shumi qog'ozlaringiz? Tak. Ergashev Zuhriddin, to'g'rimi? 96-yil, Samarqand viloyati, Urgut tumani. Xulosa, amaliyotdan keyingi jarohat va ligatura va operatsiya bo'lganingiz ekanda bu yoqada proktologda. Gemoroyga. Ikki ham haftasidan keyin. Ichki gemoroy, polip, anal teshigi polipi. Keyin mana o'sha polipni olib tashlagandan keyingisi bu. Boya yana qon ketaverdi-ku. Bu ichakni o'zi qilgani. Nima to'g'risida, kalit to'g'risida xulosa yo'q. Yo'q, unda umuman bunda kalit demayapti-da ular. Faqat iring bor deyapti. Jara bor deyapti. Mana Yo'q, yara endi mana bu operatsiyadan oldingi bo'lgan yarani operatsiya qilgan, to'g'rimi? Mana bu birinchi kolonoskopiyaga tushdik. Mana polip bor dedi. Ichida keyin bitta jara bor dedi. Mana yozgan-ku. Qara bilan. Mana infiltrat yozibdi. Keyingi infiltrat o'lchami 0,5 ga 0,5. Ana shu. Bitta polip aniqlandi. Olib tashladi-ya? Keyin buni olib tashlagandan keyin mana bu ikkinchi marta tushgani. Bunda men bu yerda yozyapti, mana qara bilan operatsiyadan keyingi xulosani ip qolgan deyapti, bitta jaracha bor deyapti. Bo'ldi, tushundim. Davolash muddati bizlarda 10 kunlik. Lekin odamlar bir marta, 2 marta kiryapti. Dam olish 1 oy. Agarda shu yerdan ketgandan keyin 1 oyda ichida yaxshi tomonga o'zgarib, meni yordamim kerak bo'lmasa, telefon qilib prosta bir og'iz aytib qo'yiladi tamom. Tuzaldimi? Rahmat, baraka toping deb. Qanaqadir kamchilik bo'lib qolsa ishda, unda mana bularga o'xshab turib kelinadi. Mana shuni bilib oling o'g'lim. Tushundingizmi? Birdaniga bo'lmaydi. Ko'p yillik kasallar keladi bu yerga. 5 yil, 3 yil, 2,5 yil. Bu narsani shuncha yildan beri hamma teshiga borib, hamma joyga borib kelaverib, peshonasi taqillaverib, oxiri keyin bu yerga kelgandan keyin mendan qanday qilib 10 kunda talab qiladi? To'g'rimi? Mana shuni bilib oling. Lekin ko'p vaziyatda 10 kunda chiqalayapman-da. Videolarimga e'tibor bersangiz, yozib qo'ygan 10 kun bo'ldi, deb rahmat aytib ketyapti. Lekin u rahmat aytsa, sen ham rahmat aytasan deyolmayman-da. Har bir odam o'ziga yarasha o'zining yutug'i, kamchiligi bilan keladi bu yerga. Kasalni o'tkazib yuborgan yoki sal oldinroq kelgan bo'ladi. Hamma bir nima deydi, inkubatordan chiqqan tuxumdek kelavermaydi. Bir xil jo'jadek. Hamma har xil. Bo'ldi, asosiy shu. Birinchi 10 kunlik o'tkazamiz. Yarangizni o'rganib, nima bo'lganini bilib olganimdan keyin o'shanga yarasha men ishimni qila boshlayman. Tushunali? Tushunadi. Salomat bo'ling. Tak. Ergashevmi? Ergashev Zuhriddin. 96-yilsiz. Samarqand viloyati, Urgut tumani. 28-may 2025-yilda keldingiz. Nima shikoyat bilan? Hojatga borish 2-1 marta. Hojatga borganimda bir ich qotib qolaydi, bir suyib kelaydi-da. Hozir normal. Bu bir. Ikkinchida qorinda og'riq bor. U og'riq kamaydi. Holsizlik, ishtaha yo'q. Holsizlik bormi? Yo'q, holsizlik oldin toza beti jurgim kelmay, boyaga jursam ham, aytdim-ku, bo'g'inlar mayli og'raveradi-da. Ular hozir kam. Keyin menda o'tirsam, qo'l jizillab qolaveradi. Ish chiqqan. Ular yo'q. Keyin ovqat ishtaha yo'qligi, ovqat yeyim kelmaydi. Ovqat yesam, keyin qayt qilgim keladi. Ko'nglim ko'tariladi. Hozir unday emas. Yana bitta narsa.
Mana bu 4-chi yozganingizni o'qib beringchi, nima deb yozgansiz? Ichim qotaydi. Endi uni yaxshi deb yozdingiz hozir. To'g'ri. To'g'rimi? Oxirgisi. Ha, ich qotib ko'nglim aydiganday bo'lardi. Ha. Bucha qoldi deyapsiz. Hmm. Yana nimalarga yordam bera oldim? Keyin mana bu yerda og'riq aytdim keyin paytiman. Aha. Mana shunday og'rib turadi, kuchli og'riq bordi. U og'riq kam, oldingiday emas. Kechagi dori qo'yganimdan keyin pasayib qoldimi? Ha. Qarang, men Yo, hozir bu- ketyapsiz-ku. Faqat kecha qildim-da, to'g'rimi? Yo, u og'riq hali ana uncha pasaygan yo'q. Mana bu yerda og'riq bordi, mana shunday. Ha, u. Ha. Shu kamaydi, keyin ovqat yesam qorin ishib qolaydi-da. Mhm. Na jo'talaydim, na juraveraydim. Men keyin kunlardan bir ikki kun juraverdim-ku. Mhm. Xuddi shunga o'xshab kechqurun ovqat yeganimdan keyin juraveraydim, hal qilay ovqat dedi. Hozir bemalolmi? Hozir endi jotyapman har kun. Mhm. Misol 15-20 minut oldin yarim soat, 1 soat ovqat hal qilaman deb juraveraydim. Tushunarli. Urgutdan bu yoqqa kelganingizga afsuslanmayapsizmi? Ay yo'q, ay hoji bor. Ha? Endi Mehnatimdan rozimisiz? rozi. Qilgan xarajatingizga rozimisiz? Ha, roziman. Endi boya aytdim sizga, videolar ko'rdim, hamma Bansaga borganlar bu yerga kelyapti-da. Mhm. Men misol Bansani ham yomon demayman. Kimda videosini ko'rsatsam, Bansaga bordim, davolandim, mana shunday bo'ldi. Sizga aytdim, keyin aytdim, menga kalit misol kalit emas dedi-yu, ular ham boshlanishi bo'lishi mumkin deb ana qo'ydi-da. Mhm. Misol endi mana shu yerda hozir shu narsa boshlanganga o'xshaydi. Boya tekshirsam aniq bo'ladi. Ular ham aytgandan keyin men to'g'ri berga keldim-da, davolanib endi bansa jurib berga kelmaydi deb. Ya'ni lekin Endi mana shu hozirgi rezultatlaringiz bu qisqa vaqt ichida, bir hafta ichida bo'ldi. bir hafta. Bir hafta. Rost, shu yaxshi bo'lganingiz, bo'yningizga olgan bo'lsangiz bo'ldi, menga shu hisob. Misol Yaxshi e'tiboring bo'lmasa, sog' bo'ling. kelganimda shuncha og'riq bo'lsa, shikoyat bilan kelgan bo'lsam, hop mana shunchalar qoldi-da. Ha, Bu demak, deyarli 50 santimetrdan bir 10 santimetrlar qoldi-da. ha 10 santimetr, 5 santimetr qoldi. U deyarli Yo'q degan. yo'q degani. Boya aytyapman, ovqat yesam jotolmaydim kechga. Juraveraydim uyda oldiga. Hozir ovqat yesam bemalol jotyapman. Ha, bo'lmasa yaxshi e'tiboring. Hamma narsa tugadi. Sizga boshqa klizma shart emas. Chunki ichingiz yaxshi, kelishi ham, rangi ham, ana axlatingiz rangi ham. Faqat yeyotgan ovqatingizga kechqurun ehtiyot bo'lingiz. Ha. Yotarda, faqat yotarda. Men bergan ovqatni orqasi klizmada. Ha. Ertasi kuniga men qo'rqmayman, asta yuvib tashlayveraman. Endi uyga borganingizda bunaqa narsa yo'q. Parhezni kuchliroq qilish Prosta parhez. Boyagi yeydigan ovqatingizni, kechqurun suzib kelayotgan ovqatingizni shunday o'rtasidan qoshiq bilan o'rtadan bo'lasizda, yarmini yeysiz, yarmini qaytarib berasiz. Ovqatni alohida yeng. Tovoqqa qo'shilmang. Ha. Eng muhimi shu, tovoqqa qo'shilmang. Ko'pchilikka. Ko'yib ketadi-da. Ha, bilmaysizda, ana u yeyotgan bo'lsa, ikki tomonga qaraysizda, boyagi nafsingizga osilib yeya boshlaysiz. O'rtasida go'sht bo'lsa, ba'zan urib tashlaysiz. Undan keyin mana inqillab, boyagida hansirab o'tiraverasiz. Kerak emasda bu. Alohida suzdirib ber, yana deng. Suzib beradi. Yoki ayolingiz uylanganmisiz? Ha, Uylangan bo'lsangiz ayolingizga aytasiz, suzib ber deng. Suzib beradi. Ana shu narsani, o'shani ham suzib berganni ham o'rtasidan teppa-teng yarmini yeb odat qilib olingda buni. Ha, misol bir kasa emas, yarim kasa. Ha. Bir tarilka bersa, berishiga e'tibor bermang. Menga ozsiz demang. Suzib beraversin. Indamangda, to'ppa-to'g'ri yarmini yeb jo'nataver. Keyin ular o'rganib qoladi. Shunga qarayapti, nishqur chiqayapti bu yerda. O'rganib qoladida, shunga qarab ovqatingizni pasaytirib beradi. Siz esa normalniy yotasiz keyin. Tinchgina uxlaysiz keyin. Ertalabgacha hazm bo'ladi. Mana bunaqa botmon yozilmaysiz keyin. Kechga boya aytdim-ku, qorin damlab ketdi. Ovqat yeyman-ku. Ertalab tursam, ha, kalla gara. Ha, nastranalar yo'q. Hech kim shu. Siz och yotib ko'ring. Och yotib ko'ring. Och yotib ko'rsam bo'ladimi ovqat bo'ladi, ha. Ha. Chunki kasallikda aslida bizlarga yegan ovqatimiz hisobidan keladi. Hech qayerdan kirmaydi. Nafas olsak ham kamdan kam kiradi. Ovqatimizni o'zidan kasal bo'lamiz. Ovqatni ko'p yeymiz, hazm qilmaymiz, yotamiz. Hazm qilmasdan u keyin kuchlab ishlaydi. Shuncha aytyapman. Rost yotasizmi?
yarmini yeng bo'ldi. Olam Guliston. Keyin mana bu yerda kuyish bor edi. Aytib desam. Ha, kuyish bor edi. Hozir kamaygan. U endi 60%, 70% ga Kamaydi. kamaydi. Endi baribir borib kamda. Endi qarangda bir hafta ichida men bir hafta qilgan ishimga siz qancha narsani aytib beryapsiz. Oldin kiygan vaqtim kechqurun uxlaydim-ku. 7talab tursam, mana shu boya og'zimdan nafas olib qo'ysam jutalaverdimda. Mana shu yerda shifo topish mumkinligini tushunib oldingiz-a? Tushundim. 3 oy sizga muhlat, 3 oy ichida bemalol yurib, boyagi o'zingizga ehtiyot qilib yurasiz. Agarda muammo paydo bo'lib qolsa, ropar o'sa 3 oydan keyin telefon qilib, men bir haftaga yotib ketay, iloji bor deysiz. Ha. Chunki bu narsani bunday chiqayotgan paytda ko'paytirmasdan, bolalattirmasdan, negizi bo'lgan paytda urib hozir foyda qildingiz erta kelib. Xuddi shunday qilib qilish kerak. Aytyapman, misol endi videolar kuzatib boya bansaga borganlar hammasi. Men sizga bitta latif aytib beraman. Bir doktor ishga kelsa, bunday qarasa, tashqarida 3 ta odam o'tirgan ekan. Indamay kirib ketdi-da, kiyimini xalatga almashtirib, mestradan so'rabdi. Ana ular kim qachon keldi debdi. Birinchi kelgan odam yevrey debdi. Jigit debdi. 3 soat bo'ldi sizni kutayotganiga doktor debdi. Ikkinchisi o'ris debdi. 15 minutlar bo'ldi kelganiga debdi. Ana uchinchisi kim debdi. Uchinchisi o'zbek debdi. Sizdan 1 minut oldin keldi debdi. Ha, o'zbek chaqir debdi. Nimaga bular-ku kutib qolgan-ku bular. Bular bittasi 3 soatdan beri, bittasi 15 minutdan beri. Nima benavbat? O'zbek kasalini o'tkazib keladi. Shunday. Boya olmayman desa. Ha, o'tkazib keladi. O'lib qolmasin, chaqir buni debdi-da. Shunga o'xshab yevreyga o'xshab hayot kechirsangiz, umringiz uzoq bo'ladi. Yevreyga o'xshab, ya'ni boyagi kasallik boshlanmasdan mana hozir salkam o'risga o'xshab keldingiz. Aytyapman, katta. Boshlandimi keldingiz. Odamlar mana ko'ryapsiz-ku sheriklaringizni. 5 yildan keyin kelyapti, birov 3 yildan keyin kelyapti, birov 10 yildan keyin kelyapti. Endi boya doktor tashxis qo'ydi, boya kolonoskopiyani qarab. Men prosta xursand bo'layotganim, siz 10 kunga yetilmadingiz-da. Shunchalik tez kelsangiz, shunchalik tez ishingiz bitadi. Boya tashxis qo'ygandan keyin u ham aytadi, bitta shu jara bor dedim-ku. Endi kalit bo'lishi mumkin. U ham toshni aytmayapti-da. Bo'ladi-da kalit. Qayerga borasiz? Kalit bo'lmasa, ichingiz qotib yursa, bunaqa muammo bo'laversa, muammo ko'payaveradi yechmasangiz. Keyin bo'lmasam eskida bizlarda naql bor. Sichqonni bugun 1 tanga. O'tkazib o'rganingizdan keyin yana bir kelsangiz, doktor boyagi tabibga aytadi, sichqonni ini bugun 1000 tanga deydi. Siz 1 tangaligida emas, yarim tangaligida keldingiz. Tushundingizmi? O'sha yarim tangani to'lab ketyapsiz. Keyin boya hamma kasalim ham sizga o'xshab turib, masalan, sira kasal bo'lgan zahotda yetib kelsa ekan, bular bunaqa qilib 2 marta, 3 marta davolanmaydi. Endi bilmay ham qo'layganda hoji bu narsani. Biladi, yuraveradi, birov ko'nikib qoladi. Men shu sizni videolaringizni kuzatib juraman-da, aytdim-ku, 2 marta operatsiya bo'ldim. Kuzatib jurdim, keyin u doktorga borsam, kalit demay, bunga borsam, oxirida aytdi, shu seniki dedi, endi boshlanishi yo'q dedi. Bo'lmasam bizni ish yoqda. Kuzatdim-da hammani. Misol birov boya bu dori ichyapman, bu dori ichyapman, foydasi bo'lmay qoldi, mana uncha. Bo'ldi dedim. Keyin sizga telefon qilib, hoji bo'libdi, uydagilar bilan maslahatlashing, joy bor, kelaverdingizdan keyin o'qiniz keldik-da. Salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Aytgan maslahatlarimni qilib tursangiz bo'ldi. Ha.